Assalamu alaykum qarindoshlar, xush keldinglar. Biz bugun uyda o'tirib qilib bo'lgan ham qilishga tegishli aytib muhim bir ish haqida paralashmoqchi. O'zi oddiy ammo ahamiyatli aytishim. U bo'lsa-mu Türkçini yaxshi o'rganishdan iborat. Men bu gapni aytib ko'p takrorlayapman. Ammo nurg'un kishilar Türkçini Uyg'urlar uchun zodi nimadan derak berganligi, uning zodi qanday muhimligi haqida menimcha yetarli tunishga ega emas deb o'ylayman. Biz balki har xil sabablar tufaylidan o'rganishdan o'zimizni ep ketishimiz mumkin. Masalan, yoshimizning 30-40 ga yetib qolganligi, maktabda o'qimayotganligimiz, vaqtimizning yetmasligi yoki uyda balavoqlarimizning jiqligi, o'rganish muhitimizning bo'lmasligi deganga o'xshash har xil sabablar bilan biz Türkçini yaxshi o'rganmayapmiz. Bo'lib o Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar bu masalaga nihoyat sal qarayapti. Menimcha biz bunun zihnini ait ağır dağıtımız. Hem de köçmen hayatta biz meyli qaysi devlet yaşaylı, köçmenler kıldığan birinci iş ve en mühim iş şu yaşavatkan devletin tilini yaxşı öğrenişten ibaret. Eğer biz bunu yaxşı öğrenmişsek şu devlette yaşayışımız nurgulluğun biz oylap bakmayan kıyınçılıklarga, meselelerge duş kelimiz. O vakitte bunu hal kılış texnik kıyılışıdır. Ben hazır Türkçe öğrenişten zaten kandak mühimlik hakkında bir qancha noktadan üzerine göz kararlarına oturup koymakçı. Birinciden Türkçe öğreniş bizim Türkiye'de yaşayışımızı kolaylaştırdı. Hem de Türkiye'de yaşavatkan hem Uyghur duch kelayotgan bir o'rtaq masala bor. U bo'lsa-mu qanday jon beqish, qanday pul tepish masalasidan iborat. Turkiyadagi bu iqtisodiy jihatdagi, tijorat jihatdagi bu qattiqchilikni menimcha tilga olishning hojati yo'q. Agar biz turkchani yaxshi o'rgansak, obdan bilib olsak, garchi bizning barliq iqtisodiy qiyinchiligimizni yiltizidan hal qilolmagan taqdirda, ammo hal qilishda nihoyat zo'r yordam bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni o'rganmaganimizga qaraganda o'rganganimizning foydasi natijasi cho'ng bo'ldi. Menimcha biz Turkiya davlati ichida yashayapmiz, ammo Turkiya jamiyati ichida texi yashab olmayapmiz. Yani Türkiye cemiyetiga bizde kiremedik. Biz fakat postada. Uygurlar Türkiye cemiyetinin postada. Ama biz Türkiye'de yaxshi yaşayımız. Türkiye teminleyen barlıq fürsətlərini izleyimiz ve paydalanımız dedikimiz çoxum bu cemiyetin içi kirişimiz lazım. Bana şu Türkçini yaxshi öğreniş, yani Türkçini biliş əməliyyatda bizden bu cemiyetki kirişimizden yol xeti. Mesela ben bir misalını alayım. Eğer ben, yoki Türkiye'de yaşayotgan bir Uygur ticaret qilmoqchi olsa, yoki u do'kon ochmoqchi, yoki bir yerda qo'y kala boqmoqchi, yoki ticaret qilmoqchi, mayli nima ish qilsin, iqtisodiy bir ish qilmoqchi olsa, biz en avval özümüz bilişidigan Uygur qarindoshlarimiz bilan maslahatlashamiz. Adash bu ishni qanday qilay? Bir maslahat versang deymiz. Amaliyotda bizning bu qarindoshimizmi bizga o'xshash Turkiyaga chiqqantiga uzun bo'lmagan. Turkiyani tushunmaydi, bilmaydi. Iqtisodiy hayotining qanday ekanligini, Turkiyadagi bu tijorat qoidalarini qanday bo'lganligini bilmaydi. Ammo biz maslahatimizni dal shu bilmaydigan kishilar bilan qilamiz. Unda da bu maslahat bizga zodi asqatami? Foydasi bo'ladimi? Buna bu nihoyat aqlli bir savat. Aslida biz bu Turkiya jamiyatini biladigan, hatto bu yerda yashagan, mushu uyanning ichidagi odamlar bilan maslahatlashimiz, paranlaşmamız gerek. Ama biz Türkçini yaxshi bilmaganligimiz uchun buni qilmayapmiz va qilmaymiz. Ya'ni biz o'zimizning qiyinchiliklarga amaliyotda nihoyat sovuqqonlik bilan, nihoyat bir real nazar bilan yuzlanmayapmiz. İkincisi bizning bilim ehtiyojimiz uchun Türkçe intayin muhim. To'g'ri biz deyishimiz mumkin. Türkçe ingliz tiliga o'xshash, fransuz tiliga o'xshash yoki nemis tiliga o'xshash, anda muhim bilim tili emas deb o'ylashimiz mumkin. To'g'ri, bilim mahsulotlarining ko'p chiqishi nuqtasida aytgan vaqtda Türkçe albatta yuqorida men tilga olgan, tillarga yetmasligi mumkin. Ammo o'zimizning ana tiliga, Uyg'ur tiliga selishtirgan vaqtda Türkçe nəşr qılınan əsərlərinin sani, sübti, xili, jurnal gazetlərinin hamma jihatini selishtirgan vaqtimizda balki bu selishtirish xuddi bir dengiz bilan ko'lni selishtirishga o'xshash bo'lishi mumkin. Hozirga qadar bizning tilimizda, ya'ni Uyg'ur tilida nashr qilingan mayli ijtimoiy fandiki, mayli diniy sohadagi dunyoviy asarlarni, ya'ni dunyoviy klassik, mashhur asarlarni selishtirib qolgan bo'lsak, selishtirg'ili bo'lmaydi amaliyotda. Kitobxonlarga kirib kitoblarni varaqlashni yaxshi ko'rgan kishilar menimcha bu farqni nihoyat ro'shan his qila oladi. Endi bizning universal safoyimiz, biz o'qigan narsalarning xili ve sübti bilan munosabatli. Qanchalik narsa o'qisak, bizning ma'naviy dunyomiz shu o'qigan narsamizga asosan shakllanadi va quriladi. Men 2017-yilgi bir sonliq ma'lumot qarab baqdim. Turkiya statistik qurumi chiqargan sonliq ma'lumot. 2017-yili Turkiya dunyodagi 11-o'rinda turadigan bir matbuot bozori. Menimcha bu kichik son emas. 200 dan ortiq davlatning ichida oldingi 15 ning ichi kiralagan bo'lsa, demak, Turkiyaning matbuot bozori nihoyat jonliq, nihoyat kuchli, nihoyat keng deganlik. Unda da biz zaten qanday foydalanishimiz lozim. Menimcha bunda bir imkoniyatdan foydalanmaslik, menimcha bir erishgan ne'matni isrof qilib o'tish yoki uning qadriga yetmaslikning hech qanday farqi yo'q. Men ko'rib baqdim, inglizcha, arabcha yozilgan nurg'un esil asarlar, nurg'unlar shu yilning ichida turkchaga tarjima qilinib chiqib bo'la oladi. Albatta nurg'unlari ulgurmaydi, nurg'unlari chiqmaydi, ammo biz o'qib ulgurmaydigan miqdordagi va xildagi nurg'un kitob nashr qilindi ekan. Menimcha bu bizga nisbatan nihoyat xush xabar. Endi men bu nuqtada nima uchun turkchani tavsiya qilaman deganda, mening qarab beqishimcha, Uyg'urlarga nisbatan darhol
Endi azroq tirishchanlik ko'rsatib 6-7 oy ichida, hatto 1 yil ichida bir akademik eserlarni o'quvchilik seviyaga yetalaydigan birdan-bir til turkcha. Biz balkim inglizcha, arabchani 3-4 yil nihoyat tirishchanlik ko'rsatib o'qigan vaqtda andan keyin shu tildagi bilim eserlarini o'qiy olgandek seviyaga yetishimiz mumkin. Ammo turkcha bizga 5-6 oy tirishchanlik ko'rsatsak, shu eserlarni o'quvchilik bir fursat yaratib beradi. Menimcha bu bek muhim. Hamda uchinchidan nihoyat muhim bir tarafi, bizning turkchani yaxshi o'rganishimiz va yaxshi bilishimiz Turkiyadagi Uyg'ur davosi uchun, vatan davosi uchun favqulodda muhim ahamiyatga ega deb o'ylayman. Shunday qarab boqadigan bo'lsak, bizning turk tilini vasita qilib turib mujodala elib berayotgan bizning sarxillarimiz nihoyat sanoqli. Agar barmoq bilan sanasak to'shib qoldi. Ya'ni turkcha nihoyat ravon so'zlab o'zimizning ahvolini uqtira oladigan bir qancha qarindishimiz bor. Turkcha yoza oladigancha. U texmi az. Biz akademik yoziqchilikni tadqiqotni qo'yib turaylik. Eng aqallisi agar biz turkchani yaxshi bilgan bo'lsak, adabiyotning nurg'un janrlaridan foydalanib turib, o'zimizning mujodalasini texmi yuqori saviyada, texmi nurg'un qatlamga xitob qila oladigan bir shaklda ilib bora olishimiz mumkin. Masalan, hozir Uyg'urning hikoyasi yo'qmi? Uyg'urlarning echinishli kechirmishlari yo'qmi? Agar biz turkchani yaxshi bilgan bo'lsak, ularni hikoya shaklida, she'riy şekilde, roman, povest şekilde yaza alışımız, yazıp ilan qila alışımız, Türkiye cemiyetinin hamma qatlamiga yetkize alışımız mümkindi. Yaxshi o'rganmaganligimiz uchun biz bu xizmatni unumli qilolmayapmiz. Eng muhimi, buni yuqorida deganlarim agar biz tirishchanlik ko'rsatsak qila oladigan ishlar. O bizning tashqi sharoitimizga munosabati yo'q. Biz masalan ma'lum ishni deyishimiz mumkin. Pul bo'lmaganlik uchun qilanmadik. Davlat ruxsat qilmaganlik uchun qilanmadik. Asli qila olaydik deyishimiz mumkin. Ammo bir tilni yaxshi o'rganish, shu tildan foydalanib turib, o'zimizning davosi uchun xizmat qilishni kim to'sab qo'ydi? Amaliyot o'zimizning g'ururligidan boshqa narsa emas. Endi to'rtinchidan, o'zimiz uchun foydasi bor. Qanday foydasi bor? Biz hozir hammamiz bir xil siqilish ichida, bir ruhiy besim ichida yashayapmiz. Va buni o'zaro paranglashgan vaqtda biz eng ko'p deydigan gaplarning birisi shu. Andan keyin bizning bu kundulik turmushimizning ziyoda ma'nisizligi, ya'ni bizning qo'limizning jiq ishga emasligi, vatanimiz uchun bir unumli xizmat qilolmasligimiz har doim bizning yuragimizda tatilaydi. Mana bu shunday vaqtda agar biz bir tilni o'rgansak, o'zimizni ma'naviy jihatdan biz bilim egallaydigan bu etizimizni kengaytirib olsak, bizning kunlik hayotimizga bir ma'no qo'shiladi. Biz kundulik turmushimizni ma'noga ega qilgan vaqtimizda, men bayam tilga olgan ruhiy besimlarimiz ma'lum jihatda yengillaydi. Amaliyotda bizning hayotda tushkunlikka, psixik besimga girib taqilgan eng muhim omil bizning kundulik hayotimizning ma'nisizligi. Yoki biz qilgan ishlarimizning haqiqiy bir huzur, ma'no his qilolmasligimiz. Meningcha bir odamning bilmagan narsalarni bilishi yoki bilish uchun yangi vositalarga ega bo'lishi uning kundulik hayotini rangdorlashtirdi va ma'niga ega qildi. Mushu nuqtani aytgan vaqtda turkcha bu jihatda bizga yordam berdi deb o'ylayman. Endi beshinchisi biz buni o'rganish bilan o'zimizga yordam qilmaymiz, balki oilamizga, bolalarimizga yordam qilamiz. Qanday yordam qilamiz? Masalan, hozir nurg'un ota-onalar bolalarining masalan boshlang'ichdagi darsliklarini o'qib tushunmaydi, ko'rib bilmaydi. Agar biz tilni o'rgansak, bolalarimizning o'qishiga yordam qila olamiz. Hatto o'qishiga yordam qilinmagan taqdirdami biz uyda bir o'rganish kayfiyati yarata olamiz. Bir o'rganish kayfiyati yaratilgan uyda bolalarning kitoblarga, bir o'rganish kayfiyati yaratilgan uyda bolalarning o'rganishga, kitobga qiziqish ehtimolligi, o'rganish kayfiyati yo'q uyga qaraganda cho'qim yuqori bo'ldi. Buningdan shaklanishning hech qanday hojati yo'q. Agar biz yana dadalar, onalar uyda har kun o'rganish qilsa, ma'lum bir narsalarni o'rganish uchun kitoblarni varaqlasa, men kitobga qiziqtiramay qoldim. O'rganishga faqat qiziqmaydi. Topshiriq ishlashga shunchalik o'ch deydigan bolalarimizning o'rganishga qiziqishiga foydasi bor. Chunki hech bo'lmasa bolalarning engida bu oila o'rganish qiladigan bir oila. Bu uydagi hamma odam o'rganish qildi deydigan bir tushuncha paydo bo'ldi. Bu tushuncha bolalarning o'rganish yukini zo'r darajada yengillata oladi. Menimcha men yuqorida tilga olgan sabablar bu tilni yaxshi o'rganishimiz uchun yetarli sabab bo'la oladi deb o'ylayman. Hem de bizni bu tilni o'rganishdan to'sab qo'ygan birdan bir omil hech qanday tashqi omil emas, balki o'zimiz. Agar biz o'zimizning so'ralmaligini, o'rinligini va o'zimizga to'g'ri deb ko'rsatgan son-sanoqsiz bahonalarimizni bir chetga qayirib qo'ya olsakla, biz bu tilni yaxshi o'rganamiz. Agar biz bu uyda turgan mushu vaqtimizni mushu til uchun sarf qilsak, har kuni yarim soat, 1 soat o'rgansak, menimcha bir qancha oy ichida turkcha nashr qilingan kitoblarni, besilgan asarlarni o'qib huzurlangandek, tushunarligidek saviyaga yetamiz deb o'ylayman. Xushvaqt bo'linglar. Allohga omonat.